Yaxshi niyat. Bolalar sarguzashtlarni yaxshi ko'radilar. Ularning beg'ubor qalbida olamni kashf etish, mo'jizalarga oshno bo'lish istagi yashaydi. Ana shunday sehrli olamga eltuvchi eng yaxshi yo'l ertaklar. Chunki ertaklarda voqealar shiddat bilan rivojlanadi. Yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash bolajonlarni o'ziga rom etadi. Ertak qahramonlari orqali bola rostgo'ylik, halollik, jasorat, mehr, oqibat va el, yurtga muhabbat kabi ezgu fazilatlarni o'rganadi. Eng muhimi, uning qalbida yaxshi niyat paydo bo'ladi. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti tomonidan nashr etilgan Yaxshi niyat kitobi ham ana shunday ezgu tuyg'ularni bolalar qalbiga singdirishga xizmat qiladi. Aziz ota-onalar va kitobxonlar, farzandingizga ertak sovg'a qiling. Yaxshi niyatni birgalikda o'qing va uning qalbida ezgu orzularni ulg'aytiring.